Savolni o'qiyman. Quyidagi organik modda uchun qaysi umumiy forma muvofiq keladi? Bu savolni ishlash uchun eng oson yo'li javobdan ketish. Bitta javobga qo'yib ko'rasiz bo'ldi. Birinchi bo'lib o'zingiz bilib olishingiz kerak. Ular atomlari nechta? 1 ular atomlarini olamiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ta. 12 ta ular. Endi vodorodlar 1 2 3 4 5 6 7 6 ta, bu yerda yo'q. 7 8 ta, demak bizda uglerod 12 ta, vodorod 8 ta ekan. Endi javobdan ketamiz. Mana bu yerga A javobni ko'raylik. Hop, endi o'rniga 6 qo'ysak, 6 ni qo'ysak, 12 ni qo'ysak, S12. Hop, vodorodga 12 kerak, 24. 24 dan 12 ni ayirsak, 24 dan 12 ni ayiradigan bo'lsak, 16 ni ayirsak, demak 24 dan 16 ni ayirsak bizda 8 degan javob keladi. Demak, 8. Bizda ham 12 ta uglerodga 8 ta vodorod edi. Demak, to'g'ri javob A. Shu javobdan ketish juda ham qulay.